Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hop, bugungi shom bayonimiz mahramlar haqida, ya'ni nikoh harom qilinganlar haqida. Aslida o'zi nikoh harom qilinganlar ikki xil bo'ladi. Bittasi vaqtinchalik harom qilinganlar va ikkinchisi esa umrbod harom qilinganlar. Vaqtinchalik nikohi harom qilinganlar bular kofira ayollar, mushrika ayollar. Ular iymon keltirmagunicha ularga uylanib bo'lmaydi. Ikkinchisi erli ayollar, ya'ni eri bor ayollar, shu eridan ajrashmagan bo'lsa, talog'ini olmagan bo'lsa va iddasi chiqmagan bo'lsa, ularga uylanishlik ham harom hisoblanadi. Bu vaqtinchalik ayollar va yana vaqtinchalik ayollardan ayolini opa-singillari va amma xolalari, jiyanlar, ya'ni akasini qizlari, opasini qizlari, bular ham vaqtinchalik harom qilinganlar. Endi ayoli bilan taqdir taqozosi ajrashgan bo'lsa, ayolni opasini ham olsa bo'ladi yoki singlisini olsa bo'ladi yoki ammasiga, xolasiga uylansa bo'ladi, ammo o'sha ayol bilan yashab turgan vaqtda xolasini ham olmaydi yoki ammasiga ham uylanib olmaydi ayolini. Yoki ayolini opa-singlisiga ham, aka-singlisini, opasini qizlariga ham uylanib bo'lmaydi. Endi umrbod harom qilingan ayollar kimlar desa, Alloh subhanahu va taolo mana bu ayollarni, ya'ni bizning mahramlarimizni, biz uchun bir umr nikoh harom bo'lgan ayollarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib sizlar bilan bizga o'qitiryapti. Sizlarga onalaringiz, qizlaringiz, opa-singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukalaringizning qizlari, opa-singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emakdosh opa-singillaringiz, xotinlaringizning onalari, o'zingiz qovushgan xotinlaringizning qaramog'idagi qizlari harom qilindi. Ya'ni mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizga bizning mahramlarimizni hisoblab beryapti. Sana berdi. Kimlar deyapti? Onalarimiz. Bizning onalarimiz qancha yuqori bo'lsa, ya'ni onamizning onasi ham yoki otamizni onasi qancha yuqori bo'lsa ham mana bular mumkin, bularga uylanish mumkin emas. Qizlaringiz deyapti. Ya'ni qizlaringizdan murod bizni pushtikamamiz bo'lgan qizlar va qizlarimizning qizlari qancha past nevara, chevara, evara yoki o'g'illarimizning qizlari, nevara, qizlar mumkin emas. Bularga ham uylanishlik mumkin emas. Ammalaringiz, xolalaringiz deyapti. Ya'ni ammasini ammasi yuqori ketaveradi, mumkin emas. Ya'ni dadamni ammasi ham, xolam, ayamni ammasiga, xolasiga mumkin emas. Bular umrbod harom qilinganlar, qancha yuqori bo'lsa ham harom qilinganlar. Opa-singillaringizning qizlari ham, ya'ni jiyanlar qancha yuqori bo'lsa ham mumkin emas, mahram hisoblanadi. Va xotinlaringizning onalari, ya'ni qaynonaga ham hatto qizi bilan yashamasa ham bir umrga nikohlanishlik harom bo'ladi. Ya'ni qizini oldik, biz qiz bilan yashayapmiz. Qizi bilan yashayotgan chog'imizda emas, undan keyin ham qiz bilan yashagan chog'imizda ham inson o'zini qaynasiga uylanishlik shar'an harom hisoblanadi. Qovushgan xotinlaringizning qaramog'idagi qizlar, ya'ni ayolimiz, biz ikkinchi ayol olgan edik, shu ikkinchi ayol qizini yetalab keldi, o'zini tuqqan qizni yetalab keldi. Mana bu qizi bilan ham nikohlanishlik, modomiki o'shani onasi bilan, ya'ni ayolimiz bilan yashamaslik ham o'shani qizini yetalab kelgan qizi bilan ham turmush qurish umrbod mumkin emas, harom qilinganlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana bu o'rinda sizlar bilan bizga mahramlarimizni hisoblab berdi. Mana bu sanalgan mahramlar biz uchun mahram bo'ladi. Ular bilan biz uzoq safarga chiqsak bo'ladi. Hozirgi sanab o'tilgan ayollar bilan uzoq safarga chiqsak bo'ladi va mana bu hozirgi sanalgan ayollar bilan nikoh qurishlik mumkin emas.